Respublika xirurgik angionevrologiya ixtisoslashtirilgan markazining yetakchi mutaxassislari tomonidan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida tashkil etilgan tibbiy ko'rik bemorlarga manzilli yordam ko'rsatilishini ta'minlash bilan birga mahalliy shifokorlar uchun yangi tajribalarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Qashqadaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlarining jami 9 ta mintaqaviy filiali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Hamkorlikda muntazam ravishda tibbiy ko'riklar, mahorat darslari tashkil etib boriladi. Natijada poytaxtda bajariladigan yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari, zamonaviy davolash usullari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yib borilyapti. Respublika xirurgik angionevrologiya ixtisoslashtirilgan markazi Qashqadaryo mintaqaviy filiali markaz professor mutaxassislari ishtirokida tashkil etilgan tibbiy ko'rik ham bemorlar uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Asosan qon tomir va qon aylanishi tizimida muammo bo'lgan 70 nafar bemor tekshiruvdan o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika xirurgik angionevrologiya ixtisoslashgan markazi Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan birgalikda Qashqadaryo viloyati mintaqaviy filialimizda bir qator bemorlarning ko'rigini tashkil qilindi. Ko'rikdan asosiy ko'zlangan maqsad mana shu bemorlarimizga birinchi navbatda xastaliklari bo'lsa, uni erta aniqlash, lozim bo'ladigan bo'lsa, kerakli bo'ladigan tavsiyalarni o'z vaqtida berish, ya'ni kasallikni o'sha og'ir darajalargacha yoki nogironlikkacha olib bormasdan yashash joyini o'zida davolash ishlarini tashkillashtirish. Bundan tashqari faqat markazlarda bajariladigan tekshiruv diagnostik usullarni ham mana hozirda mintaqaviy filialimizga tatbiq qilib kelmoqdamiz. Maqsadimiz mana shu markazda bajariladigan yuqori texnologik amaliyotlar, tashxislash usullarini ham mana shu mintaqaviy filiallarimizga keng tatbiq qilish. Tibbiy ko'rik davomida murojaat etuvchilar aniqlangan kasalliklar bo'yicha tavsiyalar olishdi. Shuningdek, 10 nafar bemorga viloyat darajasida, 2 nafar bemorga esa respublika markazida imtiyozli ravishda davolanish hamda jarrohlik amaliyotlari uchun yo'llanmalar berildi. Toshkentda professorlar ishtirokida hozir ko'rik bo'layotgan ekan. Shunga men o'z shikoyatim bo'yicha kelgandim. Qon tomirlarimga oyog'im tortishish, o'tlab turishlarimga qiynaldim. Hozir tekshirib menga operatsiyani tavsiya qilishdilar. Shidda o'ziga bepulgina sug'urta asosiy qilib beramiz deyishdilar. Bu kishilarga katta rahmat. Ma'lumot uchun markazning viloyat filialida venalarni lazer yordamida yopish, bosh miya arteriyasini tozalash, oyoq arteriyalari plastikasi, son taqim osti arteriyalarini shuntlash, tromboektomiya va boshqa murakkab jarrohlik amaliyotlari malakali mutaxassislar tomonidan bajarilmoqda. Raqamlarga ko'ra joriy yilning o'zida ana shunday 200 dan ortiq operatsiyalar o'tkazilgan bo'lsa, shundan 90 ga yaqini davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi hisobidan amalga oshirilgan. Yaratilgan bu kabi imkoniyatlar bemorlarni mamnun qilmoqda. O'tgan hafta oyog'im og'riqlar qo'zg'alib ketdi. Shishlar paydo bo'lib, ko'karib ketgan. Oyog'im yaxshi bosolmay doktor oldiga keldim. Davolanishni boshladilar, operatsiya tavsiya qilindi. O'shanga tayyorlashyapti hozir. Va xursand bo'lgan tomonim davlat sug'urta tomonidan operatsiya qilib va davolab bepul o'tkaziladi. Shunaqa imkoniyatlardan juda xursand bo'ldim va tez sog'ayishimga ishonaman. Ta'kidlash kerakki, amalga oshilayotgan bu kabi ishlar natijasida tibbiy xizmat turlari va sifatini yanada oshirish, ixtisoslashgan tibbiy yordam qamrovini kengaytirishga erishilmoqda. Yurtimiz sanoatining eng muhim yo'nalishi bo'lgan neft va gaz sohasida